Salam do'stlar, bugun atdigan yana diqildab talog'i chiqib oldik. Talog'i chiqib birinchi kelgan yerimiz Nanjingning Bushinje bo'libdi. Shu Bushinje nima pek yaxshi ko'rmay, bu bir xil ko'na Shanxayninki yoshda bir uslubini saqlab qolgan yadab qarayman do'st oldimga. Viskilar bir xil alaydi-ku. Shuning bilan bu yerga kelib biz yenilam qozoq balasi, yakal balasi. Haydilov ishqilib ishkirning nariga bosaq shu haydilov kirib olganmiz, qo'ygimizga aslam usul o'ynab cho'psab berdi dahi. Shuning bilan qozoqning to'y qilib yeb chiqqandan keyin shu Nanjingning Bushinjedagi Angwanxong deganamli balla amroq shu amdo niki jo'meydensi kirmizda bu yerda. Bu ishki qavati shunda cho'ng bezalganamdi. Pek yaxshi buning ichidagi narsalarmi. Piqrab shuning bilan ballani bir paqsi qandirayli deb şey akirdik. Har qatım kezek bir şeyga cho'qim bir yo'qlamay o'tib ketmaymizda bu ya'ni. Har xil ranglikmishda amdolarni balla ilib ko'ngilni ochidi, xush bo'ladi, pulni biz xajlaymiz degandek. Buning ichidagi har xil shu ranglarni odamga bir xil huzur bag'ishlab ketadi bu yerda. Amdi o'zimiz huzur ilishni bilsak, bir tal qurib qozon bo'lib ketgan yupurmoqda huzur og'il bo'ldi-ku kishilik hayot deganda. Bu amdoga kirsam men har qatim shuning ichidagi har xil ranglardan bir xil huzur olaman-da bu yerda. Mening oladiganim rang huzuri, ballaning bo'lsam shu shar qilib xaltiga tushagandiki ganjosini alomat yaxshi ko'rdi deb o'ylayman. Valaq qilib tushirib ish qilib tag'adi 5 narsani opdi bular. Abibdi, mush ballar xo'sh bo'ldi deb bularni qo'yatdik bugun. Shanxayga shu ballalarimizning xo'shalik uchun kelgan. Mushlarni xo'sh bo'lsa, mayli, nima ketsin dedik. Cheronimi qavatdik mana. Shuning bilan shu erim bir Zarani bir yo'qlatimiz bo'lmaydi. Shu Nanjingning Bushinjedagi 4 qavatlik shu Zara ve kishi cho'ngdanlarmish balllarning kiyimlari shunda yaxshi bu yerda. Allarning o'g'illarining kiyimlari payza. Kiyimlarni avatdik Zaradimmi, erimga, ballarimga. Bushinjeda liq odam. Oyoqqa qarsammi odam, oyoqqa qarsammi odam. Shuning bilan qusqimiz ichib ketdi-da bu yerda lag'aylab yurib. Shu Nanjingdagi yer shari oshxonasiga kirib tamoqlarni buyurtib yedik. Bu yerning tamoqlari alomat o'xshaydi. Har qatim Shanxayga kelsak cho'qim bir dakika qilimiz ish qilib bu yerda. Tamoqlari shunday yaxshi jumumish ekanlar bo'ldi. Anan keyin yotoqqa qaytib kelib mana yuzimni bir xufu qilayda, yuzimni xufu qilmoqlimi 4-5 kun bo'lib qopti. Qattiq tayyorlik qilyapman-da mana. Shu zinnatlarga bek amroqman, har xil narsalarni taqashni yaxshi ko'rman. Uni ilib bo'yanlarimdan, quloqlarimdan ish qilib, shuning bilan yuzimni yuvib bir xufuga qattiq tushib ketman hozir. Bu yerda ham mening xufu qilgan narsam yana boshqa narsa bo'lmasdan dal o'zimning markasidagi, farmasiya markasidagi eng isil jinxorim, ya'ni tila jinxo. Buni yuzimga surkiganda har qatim yuzim ajoyib ko'tarilib ketadi, qaranglar. Rostlam ko'tarilib ketadi. Terilarimdan oqirib suzilib demaysizlar. Nah. Peyza. İçinden buniki 4 tal chiqdi, bir tal cho'tkisi bilan alomat kodangchilikqa, anandikin bir qop memosi bor, sovg'at qilma 4 talni. Mana hozir og'alarga bir qop butordiqi yoki bir tal jiddiy taraytish sovg'atman. Bir qapasangiz ya memo bilan butordiq bordi, ya memo bilan taraytish bordi. Ishqib 2 xil narsa bordi sizning qo'lingizga sovg'atlik qilib jami 3 xil narsa. Shuning bilan buni yuzingizga mana shunday yuqori ko'tarib surkaysiz, yuzingizni ko'tarib turib, cho'tkini mush ingakdan boshlab yuqori peshonangizga qartab serib surkaysizda, buningda teri usti ko'tarildi. Yer sharning tortish kuch sababidan bu terimiz kunda yaga qarab sanglab mangdiki. Shuning uchun bu sanglaymaydi, biz ma'qul bo'lmaydi-da. Cho'qim buni usti ko'tirmiz. 20 minut turg'izmiz, surkab qo'ygandan keyin 20 minutdan keyin mana shunda qalatga keldi. Qitib lo'q yurak soqqandek ashunda bu yuz tortishgandan keyin terlar soqqamda ashunda yuzim lo'q tortishdim. Oqonlarim bek yo'g'on mening yuzimda. Shuning bilan mana surkab yuvayotgandan keyin ajoyib oqirib terimdagi bir xil suzilib ketadi va suzilish ba'da bu yerda ig'ir darajada suzilish mo'konlarim xil kichiklab qoldi burun vaqtlarda to'pa qarab tatib qo'ymiz terimizni. Kunda musharakatni ishlab bersak bek yaxshi bo'ldi teriga.
Əmdiki növbət memura keldi və memurumuz acayip suduluqlaydı və qəbi, əsəbi halətdə suduluqlaydı mavi yüzge. İşqilib xili məmmularını işlətdim, amma lekin bizden məmmudik əməsə işqində məmmum. Rastıllam. Onun üstü bunu soğuk uyutumuzda anlaşadak yere. Xufurum ötüydü. Ben əmdə oxlayman. Çavqancığa kirib situlonlar qızlar. Baxası və şi əzəm bu getdi.